Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz irsiyat va parvarish degan bir darsni so'zlagan edik. Shuningda bolalarning o'sib yetilishiga cho'ng jihatni aytgan vaqtda birisi bolalarning tug'ma xususiyatlarining, ya'ni irsiyatining, yana birisi bolalar tug'ilgandan keyin u uchrashgan muhitning, u uchrashgan tarbiyaning ta'sir ko'rsatganligini so'zlagan edik. Biz bugun shu muhit haqida yana bir qadam ilgilab to'xtalmoqchi. Eng avval bu muhitning zodi, muhimligi haqida azroq paranglashaylik. Balki nurg'un ota-onalar shunday o'ylashi mumkin. Biz bolalar uchun muhitning intayin muhimligini bilamiz deb o'ylaydi. Ammo mening kuzatishimcha nurg'un ota-onalar, bular nurg'un Uyg'ur ota-onalar, bolalar yashayotgan muhitning, mayli oila muhiti, mahalla muhiti, maktab, jamiyat, mana shu muhitlarning hammasining bolalarga zodi qanday ta'sir ko'rsatganligini, agar u muhim bo'lsa, zodi qanday darajada muhim ekanligini yetarlik o'yg'oqlik bilan his qilmaydi deb o'ylayman. Masalan, biz ma'lum bir yangi shaharga ko'chib bordik. Balki bu yerga majburiy bo'lgan bo'lishimiz mumkin, xuddi hozirgi muhojiratga o'xshash. Biz ma'lum bir davlat yoki ma'lum bir shaharga ko'chib borgandan keyin siz ma'lum bir mahallada uy ijaraga olasiz yoki sotib olib o'ltiroqlashsiz. Mana shu vaqtda zodi qanchalik ota-ona shu yerga ko'chishdan burun shu mahallani, shu mahalladagi maktab muhitini yoki bolalarning o'sib yetilishi munosabatida bo'lgan hatto kutubxona degandek muassasalarning mavjud yoki emasligini kuzatadigan, shuni diqqat qiladigan ota-onalar zodi qanchalik. Menimcha unchalar ko'p emas. Masalan, yana bir misol olaylik. Menimcha ko'pinchimizning uyida bizning ishkaflarimizga tizilgan kitoblarga qaraganda bizning ishkaflarimizga tizib qo'yilgan qochqumishlar, xristallar nihoyat ko'p. Mana bu shuni o'zimi bizning oila muhitini bolamizning tarbiyasiga loyiq qilmaganligimizni ko'rsatib turadigan nihoyat muhim bir ko'rsatkich. Yana bir misolni tasavvur qilib boqaylik. Hammamiz turayotgan uylarda menimcha mehmonxonamiz ayrim, andan keyin bizning bolalarimiz turgan hujralarimiz bor. Ammo ko'pincha bolalarimizning faoliyat qiladigan, o'rganish qiladigan uyi yo'q. Shu hujraning o'zini shu o'rganish qilish uyi qilib ishlatishga majbur bo'ldi. Albatta, bu endi unchalik xato ish emas. Imkoniyatimizning ishida yaxshi foydalansak, bo'laverdi. Ammo bunda bir nuqtani selishtirib boqaylik. Biz amaliyotda mehmon kutsak, nihoyat jiq kutsak, haftada bir qatim bo'lmasa oyda bir qatim mehmon kutishimiz mumkin. Ammo bizning bolalarimizning o'rganish ehtiyoji har kuni mavjud. Kitob o'qish ehtiyoji har kuni bor. O'yin ehtiyoji har zaman bor. Mana bu shunday vaqtda qaysi ota-ona mehmonxonasini bolasining o'rganish uyi qilib yasashni o'ylashib baxti. To'g'ri, bir jihatni qaramoqqa bo'liqi, chuqur bir mehmonxona bo'lish kerak deb o'ylashimiz mumkin. Ammo bu ikki ehtiyojni selishtirib baxsak, ya'ni bolamizning yaxshi tarbiyalanmasligi bilan mehmonni kutmaslik yoki yaxshi kutanmaslikni selishtirib baxsak, qaysi ehtiyoj texmi jiddiy, texmi muhim. Menimcha ota-onalar buni biladi. Ammo biz buni bilsakmi, amaliyatimizda to'liq ijro qila olishimiz noto'g'ri. Hamda muhitni tilga olishimdagi ikkinchi muhim sabab bu dal muhit ota-onalarning o'zining farzand tarbiyasini haqiqiy ijro qiladigan va biz mudohalik qila oladigan bir rayon. Amaliyotda bu men irsiyatga nisbatan selishtirib so'zlayapman. Masalan, biz bolamizning terisining qo'ng'ir yoki oq yoki qoramtir bo'lishini kontrol qila olmaymiz. Ta'sir ko'rsatmaymiz. Bolamizning chechining sariq yoki qora bo'lishiga amal qila olmaymiz. Hatto bolamizning ma'lum bir gendan keladigan bir irsiy kasallikka giribdor bo'lib tug'ilish-tug'ilmasligiga ta'sir ko'rsatmaymiz. Balki men hozir alohida texnikada agar homildor vaqtda asli mudohil qilish orqali ba'zi bir kasallarning oldini olish mumkin. Ammo umuman u bizning ta'sir ko'rsatish rayonimizning sirtida. Demak, bolalarimizga ta'sir ko'rsatgan bir irsiy omil amaliyotda bizning kontrol qilish rayonimizning sirtiga chiqib ketgan. Unda da bizga zodi qaya eshib qoldi. Ota-onalar eshib qolgan rayon dal mana shu muhitdan iborat. Mana shu muhitni yaxshi tangshash, yaxshi o'rinlashtirish yoki mavjud muhitga qanday imkon qaytarish va shu muhit ichida o'zimizning tarbiya plan strategiyalarini tuzib chiqish andan keyin bizning ilkimizda. Biz bu muhitga nisbatan 3 xil imkon qaytara olishimiz mumkin. Birisi, agar tashabbuskor bo'lsak, biz muhitni yarata olamiz. Va hech bo'lmasa biz o'zimizning oila muhitini bolalarimizning tarbiyasiga loyiq, unumli shaklda yarata olishimiz mumkin. Ikkinchisi, muhitni tanlay olamiz. Masalan, ma'lum bir shaharga borgan vaqtimizda palani mahallada turish yoki yana bir mahallada turishni balkim tanlay olishimiz mumkin. Uchinchisi, mavjud muhitga moslashimiz. Mavjud muhitga moslashimiz deganimiz, masalan, bir shaharga berib qoldik yoki ma'lum bir davlatga. Bu yerda ketish ehtimolligimiz yo'q. Ko'chib ketish mumkin emas. Bunday holatda shu mavjud muhitga eng zo'r darajada bolamizning tarbiyasiga loyiq bir ravishda foydalanishga tirishimiz. Demak, bu bizning mudohila rayonimiz. Shunlashqa biz bütün zihnimiz, diqqatimizni ota-onalikda. Shu muhitni qanday qilganda bolalarga foydali muhitga aylantiramiz degan narsa
Bizning birinchi planimiz bo'lishi lozim. Endi uchinchi muhim sabab, biz muhitimiz almazsizmi? Hatto biz davlat almazsaqmi? Masalan, vatandan biz hijrat qilib, hozir o'xshamagan davlatlarda yashayapmiz chet elda. Bu shunday bo'lsa-mu, ammo bizning bolalarimizning tarbiyasi haqidagi o'y fikrlarimizda, usullarimizda, nishonlarimizda hech qanday o'zgarish olmayapti. Ya'ni muhitning o'zgarishi bizning bolalarimizning tarbiyasiga ota-onalar orqali, ya'ni biz orqali ta'sir ko'rsatmayapti. Menimcha bu real pozitsiya emas. Chunki biz hozirgi ehtimolda nurg'un ota-onalar, nurg'un Uyg'ur oilalari chet elda yashayapti. Vatanga qaytish, qaytmaslik ehtimolligimiz teng mavjud. Bunday holatda ota-onalar cho'qim farzand tarbiyasida aslida vatanda yetishgan shu zihniyatni azto'la isloh qilishi, o'zi yashayotgan davlat va shaharning muhitiga mos bir ma'arif nishoni va ma'arif strategiyasi turg'izish lozim. Ali roziyallohu anhuning mashhur bir gapi bor. Sizlar bolalarni kelgusi uchun tarbiyalanglar. Chunki ular biz yashamagan bir davrda yashaydi degan. Mana mushuning o'zima bolalarning tarbiyasiga zamonning, makonning ta'sir ko'rsatganligining bir jonliq bir misoli. Masalan, biz bunda bir ssenariyni tasavvur qilib boqaylik. Bizning bolamiz Turkiyada yashayapti. Masalan, Turkiyada ma'lum bir kasb, balkim kelgusida alohida muhim o'ringa chiqishi mumkin. Ya'ni mayli xizmat tepish yoki pul tepish nuqtasida. Masalan, biz buni sun'iy zehn degashtiraylik. Ya'ni Türkçe yapay zeka deb atadi. Agar biz Turkiyada hozir va kelgusida mushu xil iqtidorga ega, ixtisos egalariga bo'lgan ehtiyojning zo'raydiganligini tunib yetsak yoki baldurroq shuni to'g'ri tasavvur qila olsak, balkim bizning bu tasavvurimiz bizning bolalarimizning kompyuterga qiziqishiga nisbatan bizning bir sharoit yaratib berishimizga sabab bo'lishi mumkin. Agar biz butunlay bu muhitning, ya'ni biz yashayotgan muhitning bu tarbiya ko'rsatgan ta'sirini butunlay nazardan soqit qilsak, bunga karimiz yo'q holda ben faqat balam yoki yaxshi odam bo'lsa bo'ldi, uni iqtidorli qo'yishning hojati yo'q. Yoki Uyg'ur tilini bilsa bo'ldi. Yoki bir diniy jihatdagi ma'lum narsalarni bilsa bo'ldi. Boshqasi bilan karim yo'q degan vaqtda amaliyotda biz ma'rifning, tarbiyaning eng mohiyatli prinsiplariga xiloflik qilgan bo'lamiz. Chunki har qanday ma'rif, har qanday tarbiya shu davrga, shu makonga, shu zamonga xitob qiladi. Shu rayonga xitob qildi. Agar u shu rayonning talabiga loyiqlashgan iqtidorni mujassamlamagan vaqtda bizning bolalarimiz kelgusida millatga, vatanning davosiga emas, balki o'zining jinni beqishig'imi foydasi olmasligi mumkin. Ya'ni bir necha yil o'qigandan keyin bizning bolalarimiz shu rayon, shu davlatdagi eng tuvan qatlamda nihoyat ig'ir emgak bilan jon boqadigan saviyada turib qolishi mumkin. Bu xil ahvol bizning davoyimizga ziyonliq. Demak, men yuqorqi 3 sabab tufaylidan bu muhitning muhimligini yana qayta ta'kidladim. Nihoyat oddiy sabab bo'lsa, yana ta'kidlashni zarur deb qaradim. Unda da muhit degan nima? Muhit deganimiz agar biz so'z etimologiyasi nuqtasidan qaragan vaqtimizda muhit o'zi arabcha gap. Ya'ni ahata degan so'zdan kelib chiqqan. Buning ma'nosi bizni o'rab turgan tashqi shart-sharoit deganlik. Ahata degan qo'rshash, o'rash degan ma'noda. Muhit degan shu ahatadan kelib chiqqan bir ism. Ya'ni bizning atrofimizdagi tashqi shart-sharoit deganlik. Muhitning oddiy aytganchadagi ma'nosi shu. Biz muhitning ta'sir ko'rsatish kuchini taqim jonliq tushunish uchun bunday narsani tasavvur qilaylik. Masalan, baliq. Baliq hayot turishi uchun u suvga muhtoj. Ya'ni daryoga yoki dengizga yoki ko'lga yoki tashtakdagi suvga. Eng kichik etgan vaqtda. Yoki masalan yo'lbars, shir, bo'ri deganga o'xshash yirtqich hayvonlar o'rmonlikqa yoki toqqa muhtoj. Chunki ular oziqlikni shu yerda topalaydi. Demak, jonliqlar dunyosimi yashashi uchun, ya'ni hayotda qilishi uchun cho'qim o'zining muhiti bilan moslashishi lozim. O'zining muhiti shu jonliqlarning taraqqiyoti va o'sib ketilishiga yetarli oziqliklarni zarur ehtiyojlarini qondira oladigan darajada ta'minlay olishi lozim. Demak, jonliqlar bilan muhitning munosabati shu. Bir jonliq ma'lum bir muhitda yashay olishi uchun shu muhit shu jonliqqa ketarlik bo'lgan, zarur bo'lgan oziqlikni, ehtiyojliklarini ta'minlay olishi kerak. Xuddi shuningga o'xshash oilami xuddi bayonqi baliqqa nisbatan dengiz qanday qo'ygan bo'lsa, yo'lbosga nisbatan o'rmon qanday qo'ygan bo'lsa, oilaning ichida bolaga nisbatanmi oila shunga o'xshash bir tashqi muhit. Agar biz oila muhitimizning bolalarimizga foydali yoki foydali emas ekanligini bilmoqchi bo'lsak, uni usulni oddiy, xuddi bayonqi o'rmonlik dengizni misolga olganimizga o'xshash, bizning oila muhitimiz bolalarimizning o'sib yetilishiga foydali oziqliklarni bera oladimi yoki berolmadimi? Mana mushu savolga samimiy javob bersakla, biz oila muhitimizning zodi qanday bir muhit ekanligini, ya'ni bolalarga foydalimi yoki emasmi degan savolning javobini o'zimiz topa olamiz. Ana muhit haqidagi bu so'zimizni oxirida bunday oxirlashtiray. Bunday bir misolni tasavvur qilaylik. Bir bola bor.
Onun ismi Alim deyiştiraylı. O tug'ilishida nihoyatda bir xil qaram, qo'rqmas yuraklik. Kichikdan boshlab nihoyatda yomon. Ammo uning mahallasi dal nihoyatda jidalxo'r, lukchak odamlar to'la chiqadigan bir mahalla. Mana shunday ahvolda uning oilasi bu olimning o'sib yetilishiga toza va ko'ngil bo'lmadi. Masalan, o 7-8 yoshga kirgandan keyin ko'chadan kirmaydigan, ko'chadagi bolalar bilan birga o'ynaydigan, ular qayerga bosib birga boradigan bo'ldi. Bu xil ahvol ostida bu bola cho'ng bo'lsa qanday cho'ng bo'lishi mumkin? Nihoyatda zo'r ehtimollik shu. Bu bola o'xshashlar rasm bir ko'cha lukchiki bo'lishi mumkin. Hatto o'g'ri yolg'on, qimovoz, hatto keyin zaharlik chekimlik chekadigan bir bola bo'lib qolishi mumkin. Aslida u bola nihoyatda bir tabiiy afzallikka ega edi. Ya'ni nihoyatda yuraklik, qo'rqmas, botur bola edi. Ammo uning vujudidagi shu boturlikni mahalladan iborat, oilaning kori yo'qligidan iborat bu tashqi muhit yomon nishonga yetaklab ketdi. Agar u bola yana boshqa bir muhitda tug'ilgan bo'lsa, ota-onasi kontrol qiladigan, tarbiyalaydigan, ya'ni maxsus parvarish qiladigan bir muhitda yetilgan bo'lsa, balkim bu yuraklik bola kelgusida askar bo'lishi, jangchi bo'lishi, urushda qahramon bo'lishi mumkin edi. Demak, bu yerda o'xshash bir yuraklik bo'lishdan iborat bu tug'ma alohidlik ikki xil muhit ichida butunlay ikki nishonga qarab taraqqiy qiladi. Amaliyotda biz atrofimizda nurg'un bolalarning sarguzashtlariga shunday qaraydigan bo'lsak, mushu misolni ko'ra olamiz. Hozir esimga bir indianning o'g'li qilgan nasihat esim keldi. O indian o'g'li debdi: "O'g'lim, insonning vujudida bir yomon bo'ri bor, bir yaxshi bo'ri bor. Yaxshi bo'ri insondagi muhabbat, sevgi, hissdoshlik, samimiyat deganga o'xshash yaxshi, go'zal taraflarga vakillik qildi. Yomon bo'ri bo'lsa insondagi adovatxo'rlik, dushmanlik, hasadxo'rlik deganga o'xshash yomon tarafga vakillik qildi" debdi. Shundan o'g'li so'rabdi: "Dada, bu ikkisidan qaysi birini yengib oldi?" debdi. Shuning bilan dadasi javob berdi: "O'g'lim, sen qaysini baqsang, shu yengib oldi" debdi. Demak, bizning bolalarimizmi mana shunda o'xshamagan tabiatga ega bo'lib tug'ildi. Ularning yomon bo'rining keyindan minishi yoki yaxshi bo'rining keyindan minishi biz yaratgan muhit ularga ta'minlagan uzuqlik tarafidan belgilanadi. Hammalarga rahmat.